alkadienlar mavzusi birinchi savolda ishlaymiz. Quyidagi uglevodorodni sistematik nomenklatura bo'yicha to'g'ri nomlangan javobni aniqlang deyiladi. Bolalar tayyor uglevodorod beryapti. Qaranglar, quyidagicha. SH2 qo'shbog', SH yakkabog', SH. Xo'p, keyin yana yakkabog', SH va qo'shbog' SH ikki holatda berilyapti. Demak, bolalar, bizda metil radikali birikkan mana bu joyga. Endi nima qilardik? Qo'shbog' yaqin tomondan nom bir bilan 4da nima turibdi? Qo'shbog' turibdi. Demak, nomlaymiz bolalar. Asosiy zanjirda nechta uglevod bor? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta va 5 ta. Demak, nomlanish quyidagicha. 3 ta metil turgani uchun 3 metil. Xo'p, uglerodlar asosiy zanjirda 5 ta bo'lgani uchun keyin 1da va 4da qo'shbog' tutgani uchun bu dien uglevodorodlarda dien hisoblanadi. Ikkita qo'shbog' bo'lgan uglevodorod. Demak, nomlanish bo'yicha 1 va 4da qo'shbog' bo'lgani uchun va asosiy zanjirda 5 ta bo'lgani uchun penta dien so'zini qo'shamiz. Chunki 5 ta uglerod bo'lsa, 5 talik pentani deb oladigan bo'lsak, bu dienlar bo'lgani uchun penta dien holatda olasizlar. Demak, 3 metil penta dien 1,4 penta dien degan javob topishimiz kerak ekan. Mana javobimiz D javobga to'g'ri kelar ekan. Savollar bormi? Savollar yo'q-a? Demak, ikkinchi savol. Divinil va butadien birikki bir-biriga o'zaro nimasi bilan farq qiladi deyapti bolalar. Endi qaranglar, divinil umumiy strukturaviy formulasi bo'yicha uglerod, qo'shbog', uglerod, yakkabog', uglerod, qo'shbog', uglerod. Bolalar, qaysi bog' guruhiga to'g'ri keldi? 3 ta bog' bog'lanish bo'yicha dienlarni 3 guruhga bo'lgandik. Qo'shbog' tutishiga ko'ra. To'ppa-to'g'ri kanigurlangan. Chunki o'rtada bitta yakkabog' ketyapti, to'g'rimi? Bu divinilda strukturaviy formulasi. Endi butadien 1 2. Demak, butadien 4 ta uglerod bo'lsin, 1 bilan 2 da nima bo'lsin? Qo'shbog' bo'lsin deyilyapti bolalar. Qaranglar, mana bu belgili usulni yozaman. Uglerod, qo'shbog', uglerod, yana qo'shbog', chunki 1 2 da deyilyapti. Uglerod va uglerod. Bizning masalan shart bo'yicha butadien 4 ta asosiy zanjirda 4 ta uglerod bo'lsin. Mana butadien 1 2 holatda nomladik. Bolalar, endi bular nimasi bilan farq qiladi desa, misol uchun A javobda gamolik deyilyapti. Gamolik SH ga farq qilishi. Yo'q, bu xato, to'g'rimi? Bittasi kumulyativ, bittasi nima? Konjugirlangan, to'g'rimi? Qaysi biri kumulyativ, qaysi biri konjugirlangan demak? Divinil konjugirlangan. Hop. Kumulyativchi. Butadien 1 2. Butadien 1 2. Bolalar, bitta modda deyilyapti. Bir-biridan farq qilish kerak. Bitta modda bir-biri bilan nimasi bilan farq qiladi? Bular tuzilishi jihatdan izomer hisoblanadi. Mana tuzilishi bo'yicha izomer hisoblanadi xolos bolalar. Tarkibida ikkalasidan ham ikkitadan qo'shbog', faqat ajralib qo'shbog' birikishiga ko'ra bittasi kumulyativ, bittasi konjugirlangan hisoblanadi. Javobimiz mana B javobga to'g'ri keladi. Keyingi 3. Masalani sharti bo'yicha divinil kauchuk va butadien kauchuk farqi nimada deyilyapti? Bolalar, divinil kauchugi ham, butadien kauchugi ham bir xil modda, mana yozib qo'ydim. Bir xil. Divinil va butadien buruch bitta modda deyilyapti. Bu to'g'ri javob. A javobni olamiz. Divinil kauchuki 1-2 mexanizm bo'yicha
polimerlangan bo'lsa, butadiyen kauchuk bir tur mexanizm bo'yicha polimerlangan. Bolalar, butadiyen 1-2 o'zi 1 bilan 2 da tur, bu 1 tur deyapti. Sajotda divinil kauchuk sis butadiyen kauchuk transizamer. Ikkita gamollik bo'lib SH2 guruhiga farq qiladi. Bu ham xato. Demak, javobimiz A javobga to'g'ri keladi.